subsidiyaga boshlang'ich to'lov 20 $200 bilan chiqadigan 3 xonali 70 kvadratlik uy ko'rsataman bugun sizlarga. Kirib kelganimizda o'ng qo'lda sanuzul. Mana shu uyimizning koridori. Ozgina uyimizning o'ng qo'lda spalni. Spalnimizning o'zini отдельный sanuzuli bor. Spalnida отдельный sanuzuli bu. Spalnidan balkonga chiqsanglar bo'ladi. Balkonidan ko'rinadigan manzara. Uyimiz Xonobod metrosida joylashgan. Hop. Kirib kelaverish eshigi. To'g'rida mehmonxonasi. Mehmonxonadan keyin oshxona. Oshxonada kuxnya mebel, to'xkontirni kotel, gaz plita, vechkalari qo'yilgan, tayyor. Kirib yashashinglarga. Oshxonadan keyin bu xonamizni детский spalni qilsanglar bo'ladi. Bu uyimizda boshlang'ich to'lov subsidiyaga $20 bilan chiqadi, ipotekaga $22.500 bilan chiqadi. Oylik to'lovlari 6.400.000 so'm ipotekaga, subsidiyaga 5.100.000 chiqadi. Uyimizning kadastrlari chiqqan, tayyor. 1-2 kun ichida nominglarga rasmiylashtirib beramiz. 3-kun kirib yashasanglar bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar.